腰椎间盘突出 Grijaning eng asosiy belgisi 首先 bu 就是 bel og'rig'idir. 腰痛，接下来就是 Keyinchalik 腹部神经 ushda qiyinchilik bo'lishi mumkin. 严重的会 Og'ir holatlarda nervlar bosilib qoladi va natijada siydik va ich kelishida muammolar kuzatiladi. Shuning uchun Grijan davolashdagi eng asosiy muolaja turi 最好的方法就 kichik 是 igna 小 pichoq 针 jarrohlik muolajasidir. 还有 Operatsiya 正骨 va umurtqalarni to'g'irlash orqali natija juda yaxshi va samarali bo'ladi. 效果更好，非常神奇。 Igna pichoq muolajasining boshqa muolajalardan farqi bu Xitoy tabibatidagi kichik jarrohlik usullaridan biridir. Ushbu jarrohlik amaliyoti paytida hech qanday og'riqsizlantirish yoki narkoz vositalaridan foydalanmaydi. Albatta sezilarli darajadagi og'riq bo'ladi. Muolajadan so'ng sizni bezovta qilayotgan barcha og'riqlardan xalos bo'lasiz. Igna pichoq muolajasi bundan tashqari yana turlicha kasalliklarda qo'llaniladi. Ushbu muolaja turi sizga qiziq bo'lsa yoki tanangizdan shikoyatingiz bo'lsa, biz bilan albatta bog'laning. Nihao Hospital. An'anaviy Xitoy tabobati asosida davolash olib boriladigan klinika bo'lib, bu yerda igna terapiya va igna pichoq usullari orqali turli og'riqlar va harakat cheklanishlari bilan ishlaniladi. Igna terapiya organizmni umumiy tiklashga yordam beradi. Igna pichoq esa mushak va to'qimalar qochishlarini bartaraf etishga qaratilgan bo'ladi. Klinikamizda bugungi kunga qadar yuzlab bemorlar davolanib, o'zlarini ancha yengil his qila boshladilar. Ba'zi bemorlarda esa har bir seansdan keyin boshqa